Doimiy trenirovka qilsam ham immunitetim tushib ketganidan tez-tez shamollab holsizlanib qolyapman. Nima maslahat bera olasiz? Xo'sh, oxirgi vaqtlarda shunga o'xshash savollar juda ko'plab kelib tushmoqda. Immunitet tushib ketishi, holsizlanish, shamollash shu kabi muammolarning asosiy sabablaridan biri bu insonlarning organizmga kerakli bo'lgan vitaminlar va minerallarga boy mahsulotlarning kam iste'mol qilinishi. Bundan tashqari, insonlarning toza havoda kam bo'lishligi, quyosh energiyasining yetishmasligi, gemoglobinning tushib ketishi va D vitaminining tanqisligiga olib keladi. Bunday holat ko'pincha ertalabdan kechgacha ofisda o'tiradigan insonlarda kuzatiladi. Xo'sh, bunday hollarda nima qilish kerak? Agar sizda doimiy ravishda vitamin va minerallarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish imkoni bo'lmasa, sport ozuqalaridan bo'lgan vitaminli komplekslardan iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Bunday vitaminli komplekslar mutlaqo zararsiz, katta va kichik insonlar bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Shunday vitaminli komplekslardan biri Kazimish Plus. Tarkibi barcha zarur bo'lgan vitamin va minerallarga boy. Immunitetni juda yaxshi ko'taradi, holsizlik va tez-tez kasal bo'lish oldini oladi. 3 yoshdan katta bo'lgan barcha insonlarga tavsiya qilinadi. O'z sog'lig'ingiz uchun hozirdan qayg'urishni boshlang.